Polsha Barlinek yog'och parket ishlab chiqarish. Joylashuv: Barlinek shahri, Shetsindan 80 km masofada. Korxona haqida: Barlinek guruhi dunyodagi yetakchi ko'p qatlamli yog'och pul qoplamalari ishlab chiqaruvchisi bo'lib, yillik ishlab chiqarish quvvati 12 million metr kvadratdan ortiq. Mahsulotlar 6 ta qit'ada 75 ta davlatga eksport qilinadi. Ular faqat xususiy uy va ko'p qavatli binolarda emas, balki ofislar, mehmonxonalar, savdo markazlari, kinoteatrlar, teatrlar, muzeylar kabi jamoat binolarida ham qo'llaniladi. Ish sharoiti: turli sexlarda va omborda ishlash. Har bir sex alohida ishlab chiqarish liniyasi bo'lib, turli rang va o'lchamdagi parketlar ishlab chiqariladi. Yog'ochga ishlov berish stanoklarida ishlash. Stanoklar turli o'lchamdagi taxtalarni kesadi, operatorning vazifasi kesish aniqligini nazorat qilish. Tayyor taxtalarni qabul qilib, paletlarga terish. Taxtalarni kesish, shplakovka qilish, lak qoplash. Mahsulotlarni paletlarga terish va sifatini tekshirish. Ishlab chiqarish liniyalari ostidagi yog'och changi va chiqindilarni tozalash, ularni konteynerlarga yig'ish va tashish. Ayollar uchun vazifalar: kichik o'lchamli va yengil taxtalar bilan ishlash. Yog'ochdan shoxobchalar, sichoklarni tozalash. Materiallarni paletlarga ko'chirish. 4 metr uzunlikdagi taxtalarni bir paletdan ikkinchisiga ko'chirish. 2 kishi birgalikda taxtani ushlab, paletga teradi. Quritishdan keyin keltirilgan materiallarni ajratish. Taxta va shiferlarni alohida paletlarga terish. Konservatordan materiallarni saralash. Bir lenta materiallarini to'g'ri ketma-ketlikda boshqa lentaga terish. Ishlab chiqarish liniyalari ostidagi chang va chiqindilarni tozalash. Maosh: 2025 25 PLN netto soatiga. 26 yoshgacha bo'lganlar va talabalar uchun 30,50 PLN netto soatiga. Ish haqqi oldingi oy uchun har oyning 15-18 kunlari bank hisobiga o'tkaziladi. Shartnoma turi: umumiy litseniya. Ish jadvali: dushanbadan juma kunigacha 8 soat plus qo'shimcha soatlar. Birinchi smena 06:00 dan 14:00 gacha. Ikkinchi smena 14:00 dan 22:00 gacha. Uchinchi smena 22:00 dan 06:00 gacha. Turar joy 18 PLN kunga. Ish haqqidan uslanadi. Oilali juftlar uchun 2 kishilik xonalar mavjud. Joylashishda o'zining pastel bezaklari, yostiq, yorqa bo'lishi shart. Ko'rpa va yostiq jildaklar korxona tomonidan taqdim etiladi. O'z turar joyi bo'lganlar uchun qo'shimcha to'lov yo'q. Ishga borish: turar joy ish joyiga piyoda borish mumkin bo'lgan masofada joylashgan. Ish kiyimi to'lovli. Xarid narxiga qarab ish haqqidan uslanadi. Talablar: kamida 3 oy ishlashga tayyorlik, yaxshi jismoniy tayyorgarlik. Afzalliklari: mashhur ishlab chiqaruvchi, barqaror va katta korxona, karyerani rivojlantirish imkoniyati, kesuvchi, CNC operator, brigader, sozlovchi, sayyohlik torgi, ko'l, o'rmon, plyajlar. Yoshlar uchun ko'ngilozor joylar, savdo markazlari, hamma narsa yaqin atrofda. Yaxshi turar joy sharoiti: oilalar uchun 2 kishilik xonalar. Turar joy ish joyida yaqin.